Assalomu alaykum, hurmatli O'mali gilamlar obunachilari. Bugun obzorimiz to'liq obzor bo'ladi do'konnikini. Birinchi boshlanishda gatoviy gilamdan boshlayapmiz ko'rsatib o'tishdi. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Bu ro'zg'orbob gilam, razmeri 3,5 ga 4 metrlik. Buni 3 ga 4 razmerdan tortib 4 ga 7 gacha bo'lgan razmerlari bor. Buni turish narxi 600 ming so'm. Keyingisi qizlar sepiga, chetida ko'jasi bor, popigi bor gilamlar bo'ladi. Razmeri 3,5 ga 5 metrlik. Narxi 1 500 ming so'm. Buni 3 ga 4 razmerdan tortib 4 ga 7 razmergachasi bor. Keyingisi xuddi shuni boshqacha rasvetkasi. Buni ham mana shu 3 ga 4 razmerdan tortib 4 ga 7 razmergachasi bor. Keyingisi Eron nomli gilamimiz bo'ladi. 2 xil tog'lanuvchan. Chetlarida popik ko'jalari bor. Razmeri 3,5 ga 5 metrlik. Narxi 2 150 ming so'm. Buni 3 ga 4 razmerdan tortib 4 ga 8 gacha razmerlari bor. Bundan keyingisi xuddi shu Eronda boshqacha rasvetkasi ko'rishingiz mumkin. Assortimentdan umuman muammo yo'q. Buni boshqacha rasvetkalari ham bor yana. Bundan keyingisi qalin Samarqand sak zavodini gilam bo'ladi. Razmeri 3,5 ga 5 metrlik buni ham. Narxi 2 350 ming so'm. Buni ham 3 ga 4 razmerdan tortib 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. Bundan tashqari endi do'konimiz bir qator 0 dan 100 gacha bo'lgan holatda tanishtirib o'tamiz. Obzorimizni metrlik gilamdan boshlayapmiz yana. Bu ro'zg'orbob gilam hisoblanadi. Endi 2,5 metrdan endi 4 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Misol uchun buni olaylik. Eniga 3 metrlik 1 metr narxi 130 ming so'mdan tushadi. Buni asha 2,5 metrdan 4 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Har xil summa bo'lib baland-past bo'laveradi. Pastdagi nomerlarga telefon qilsa, yana ham tushuntirib o'zimiz tushuntirib olamiz. Xo'p, keyingisi 2 xil tog'lanuvchan, materiali 100% poliester. Buni ham eniga 3,5 4 metrlik razmerlari bor. Buni 1 kvadrat narxi 68 ming, ya'ni bu eniga 3,5 metrlik 1 metr narxi 237 ming so'mdan to'g'ri keladi. Buni 3 metrligi 200 ming so'mdan to'g'ri keladi. 4 metrligi 270 ming so'mdan to'g'ri keladi. Xo'p, bu yerda ro'zg'orbob 1 metrlik daroshkalarimiz bor. 1 metrlik daroshkalar 1 metri 43 ming so'mdan. 5x6 xil assortimenti bor. Buni endi 80 santimetrdan 1,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Bularni ko'rishingiz mumkin. Asha 2 xil tog'lanuvchan, materiali poliester, ipay material 1 metr razmerdan tortib endi 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Buni ham 1 kvadrat narxi 68 ming so'm. Ya'ni endi 1 metrligini 1 metr narxi 68 ming. Xo'p, 120 ligi 80 ming so'm, 1,5 metrlik 100 ming shunaqa bo'lib ketaveradi bu balandlashib. Xo'p, bular ham o'sha chempiondan bir xil. Xo'p, bu tomondagi daroshkalarni ko'rsatib o'taman. Bular ipay, unga nisbatan bu qalinroq variantdagisi, zichroq to'qilgani. Buni endi 80 santimetrdan endi 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. Buni 1 kvadrat narxi 100 ming so'mdan qilib beryapmiz. Buni osonroq ko'paytirish olaveradi. Kalkulyator yursa, masalan, 1,5 metrligi 150 ming, 120 lik 120 ming, 1 metrlik 100 ming chiqaveradi. Bular Eron nomli gilamlarimiz. Endi 80 santimetrdan endi 2,5 metrgacha razmerlari bor. 1 kvadrat narxi 125 ming so'mdan bulardi. 80 lik 100 ming, 1 metrligi 125 ming, 120 ligi 150 ming, 1,5 metrligi 187 ming, 2 metrligi 250 ming, 3 metrligi 312 ming so'mdan 1 metr narxi. Bular yagona nomli metrli gilamlar hisoblanadi. Endi 80 dan buni ham 2,5 metrgacha bo'lgan razmerlari bor. 1 kvadrat narxi 90 ming so'mdan qilib beryapmiz bularni. Xo'p. Bu tomonimizda bu yerdan boshlaylik. Bu endi 3,5 metrlik ipay nomli metrli gilamlarimiz. 2 xil tog'lanuvchan, qalinligi qalin. Kvadrati 100 ming so'm, ya'ni eniga 3,5 metrligini 1 metr narxi 350 ming so'mdan to'g'ri keladi bular 1 metr narxi. Xo'p, keyingisi Eron nomli metrli gilam. Eniga 3,5 4 metrlik razmerlari bor. 1 kvadrat narxi 125 ming so'mdan bularniki. Tushunarliroq bo'lishi uchun buni ham endi 3,5 metrlikni 1 metr narxini aytaman. 440 ming so'mdan to'g'ri keladi bularga ham 1 metr narxi. Xo'p. Keyingisi bu tomonimizda ipay, asha boshda ko'rsatib o'tgan ipayimi endi 4 metrlik razmeri. Eniga 4 metr, 1 metr narxi 400 ming so'mdan tushadi. Keyingisi yagona nomli metrligina hisoblanadi.
Chetida ko'jalari bor. Buni ham sebbob qalin. Buni ham 3-3,5 4 metrli razmerlari bor. 1 kvadrat narxi 90 ming so'm. Ya'ni eniga 3,5 metrligini 1 metr narxi 310 ming so'mdan to'g'ri keladi. Xo'p, bu tomondagini ham ko'rsatib o'taylik. Bu yerdagi o'sha hozir ko'rsatib o'tganimiz 3 metrli variantlari. Bu yerda baxmalli gilam ham bor. Eniga 3-3,5 4 metrli razmerlari bor baxmallilarda ham. 1 kvadrat narxi 50 ming so'm. Ya'ni 3,5 metrligini 1 metr narxi 175 ming so'mga to'g'ri keladi. 3 metrli bo'lsa 150 ming, 4 metrli bo'lsa 200 ming so'mdan to'g'ri keladi. 1 metr narxi. Keyingisi ko'rishingiz mumkin, pastda polniy ro'zg'orbob. Boshda ko'rsatib o'tganimiz, ya'ni 370 lik 4 metrli variantlari, 370 ligi 160 ming so'm metri, 4 metrligi 170 ming so'mdan 1 metri. Assortiment ko'p, 6 xil 7 xil rasvetkalari bor. Aytgan razmerga kesib, tikib moslab beraveramiz. Xo'p, bu tepada Eron nomli metrli gilamlarimiz, endi 4 metrli variantlari 1 metr narxi 500 ming so'm. Buni 3-3,5 4 metrlilar bor deb boshida aytib o'tdim. Xo'p. Bu yerda tayyor gatoviy gilamlar terilgan, polniy qizlarni sepiga moslangan qalin mehmonxona bob gilamlar. Orqamdagi turgan polniy ipay gilam. Razmeri 3 ga 4 razmerdan 4 ga 7 gacha bo'lgan razmerlari bor. 1 kvadrat narxi 100 ming so'mdan xarid qilsa bo'ladi. Ya'ni misol uchun 3,5 ga 5 metrli xonasiga 1 million 750 ming so'mga tushadi. Chetida popigi bor, ko'jalari bor. Xo'p, bu yonda endi yangilik bo'lib keldi mana shu gilamlar. Kechagina Yagona nomli tayyor gatovisi, Yagona nomli metrli gilamlar tayyor gatovisi bo'ladi. Bu chetida popigi, ko'jalari bor. Buni ham 3 ga 4 razmerdan tortib 4 ga 7 gacha bo'lgan razmerlari bor. Xo'p, buni kvadrati 90 ming so'mdan to'g'ri keladi. Ya'ni 3,5 ga 5 metrligi 1 million 550 ming so'm atrofida to'g'ri keladi bitta xonaga tushishi. Xo'p, bular ham o'shandan. Mana ular Eron nomli gilamlarimiz. Mana high-tech variantlari yetib keldi bizga. Ko'rishingiz mumkin. Bularda ham 3 ga 4 razmerdan tortib 4 ga 8 gacha bo'lgan razmerlari bor. Bularda 1 kvadrat narxi 125 ming so'mdan qilib beryapmiz. Buni ham ya'ni tushunarliroq bo'lish uchun yana 3,5 ga 5 metrli katta mehmonxona bob uyga 2 million 180 ming so'mga to'g'ri keladi. Xo'p, bu yonda Samarqand sak zavodining qalin gilamlari. Buni ham 3 ga 4 razmerdan tortib 4 ga 7 gacha bo'lgan razmerlari bor. Xo'p, misol uchun buni ham bitta 3,5 ga 5 razmerdagisini hisoblab beraman. 2 million 400 ming so'mga to'g'ri keladi bularni. Bitta putini 3,5 ga 5i. Bu tomonda boshda ko'rsatib o'tgan Ipay Champion nomli metrli gilamimizni endi 4 metrli variantda metri 1 metr narxi 270 ming so'mdan to'g'ri keladi. 2 xil tovlanuvchan. Pastda baxmalida endi 4 metrli varianti bilan baxmalsizda endi 4 metrligi bor. Baxmalida endi 4 metrlik 200 ming, baxmalsizda 170 ming so'mdan qilib beryapmiz. Xo'p. Bu yerda 3 metrli variantlarimiz shu ro'zg'or boblarda 3 metrli variantlari tikkalangan ko'rishingiz mumkin. 1 metr narxi 130 ming so'mdan qilib beryapmiz bularni. Xo'p. Bu tomonda qalin Samarqandniki bu ham. Eniga 3,5 metrli 1 metr narxi 600 ming so'mdan. Buni endi 4 metrli varianti ham bor. 1 metr narxi 700 ming so'mdan. Bular qalin sebbob gilamlar hisoblanadi. Bular eng qalin metrli gilamlar toifasiga kiradi. Bu yerda Yagona nomli metrli gilamimizni endi 3,5 metrli varianti mana ko'rishingiz mumkin. Endi 3,5 1 metr narxi boshda aytib o'tganimdek 310 ming so'mdan to'g'ri keladi. Xo'p, bu tomonda bu yerda ipay gilamimizda endi 3 metrli variantlari bor. 1 metr narxi 300 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bu yerda Eron nomli metrli gilamimiz endi 3 metrliklari bor. 1 metr narxi 375 ming so'mdan to'g'ri keladi. Xo'p, bu yerda o'sha tayyor gatoviy gilamlar 3,5 ga 6, 6,5, 5 hamma standart razmerlari bor. Kvadrati 100 ming so'm. 3,5 ga 5i 1 million 750 ming so'mga to'g'ri keladi. Keyin bu yerda 120 lik, 1,5 lik, 2,5 lik ro'zg'orbob gilamlar. Bular kvadrati 43 ming so'mdan to'g'ri keladi. Do'konimizni to'liq obzor qilib o'tdik.
qanaqa ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. Manzilni sizlarga tushuntirib o'taman. Manzil Andijon viloyati Shahrixon tumani, mo'ljal prokuraturani ro'parasida joylashgan ommaviy gilamlar markazi. Barchalaringizni kutib qolamiz. Bizning kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.